Assalomu alaykum. Ushbu sonda sizlar bilan implantlarning dezintegratsiyasiga sabab bo'layotgan omillardan biriga to'xtalib o'tamiz. Odatda implantatsiya amaliyoti o'tkazildi. O'tkazilgan implantatsiya amaliyotdan keyin rentgen tasvirda implant atrofida hosil bo'lgan qorayishni periimplantit deb o'rganib qolingan. Aslida ushbu holat dezintegratsiya deb nomlanadi. Periimplantit hamda dezintegratsiya bu boshqa va boshqa jarayonlar. Periimplantit jarayoni bu implantatsiya amaliyoti o'tkazildi. Implantatsiya amaliyotidan keyin suyaklarda implant bilan birikish holati yuzaga keldi. Ma'lum bir vaqt o'tib, qaysidir faktorlar natijasida implantlar atrofida yuzaga kelgan yallig'lanish jarayoni bu periimplantit deb nomlanadi. Dezintegratsiya jarayoni. Dezintegratsiya jarayonida implantlarda osteointegratsiya jarayoni bo'lmaydi. Balki gohida ularda fibrointegratsiya jarayoni bo'lib, yakuniy natija baribir dezintegratsiya bilan yoki umuman implant va suyak birikuvi u joyda kuzatilmaydi. Sizlar bilan bugun aynan shu dezintegratsiya jarayoniga sababchi bo'layotgan omillardan biriga to'xtalib o'tamiz va uning bartaraf etish yo'lini ko'rib o'tamiz. Biz odatda implantatsiya amaliyotini o'tkazamiz va implantatsiya amaliyoti o'tkazilgandan keyin yetarli darajada tok olsak, implantga vaqtinchalik formirovatellar o'rnatamiz. Hozir bizda taxminan suyagimiz D3 tipda bo'lgan, suyagimizga 4,5 ga 10 bo'lgan enrich implantini o'rnatamiz. Implant o'rnatish jarayonini boshlaymiz. Lens drill yordamida keyin 2 diametrli frezmda joy shakllantiramiz. 11 mm chuqurlikda joy shakllantirdik. Shundan so'ng 2,5 diametrli frezmda 10 mm kirishim yetarli bo'ladi. Implantimiz apex qismi 1,8 mm tashkil etgani uchun apex uchun joy shakllantirib bo'lindi. Bizda so'nggi frezimiz joy shakllantirish uchun 3,3 ni tashkil etadi. 3,3 frez yordamida 7 mm chuqurlikda implant uchun joy shakllantirildi. Implantdan o'rnatish jarayonini boshladik. Implantimiz o'rnatildi. Suyakka biz endi implantimizning qolgan qismini tork ключ yordamida o'rnashtiramiz. Implantimiz taxminan 2 mm chuqurlik bilan suyakka o'rnatildi. Bizda implantimiz platforma qismida taxminan 3,5-3,3 frez bilan oxirgi frezimizda frezlagan bo'lsak, kirib chiqishdagi devorlarga urish holatlarini inobatga olganimizda 3,5 mm da joy hosil qilingan. Bilamizki, eng kichik formirovatelimiz milk shakllantiruvchimizning razmeri bu 4 diametrni tashkil etadi. 4 diametrdagi milk shakllantiruvchini ushbu sohaga o'rnatamiz. Ko'rib turganingizdek, formirovatel milk shakllantiruvchi va suyak atrofida yetarli darajada bo'shliq mavjud emas. Ya'niki bu sohaga milk shakllantiruvchi suyakka qanchadir miqdorda kompressiya bilan bosim beryapti. Milk shakllantiruvchini bo'shatamiz, yechib olamiz. Endi maxsus bone profile, ya'ni suyakda profilni hosil qilish, implant atrofida profil hosil qilish uchun maxsus nabor yordamida milk shakllantiruvchi o'rnatish uchun joy shakllantiramiz. Dastlab bone profile naborida enrich uchun kerak bo'luvchi guide pinini qo'yib olamiz. Pin qo'yganimizdan keyin bone profile frezlar yordamida implant atrof sohasini kengaytirishni boshlaymiz. Milk shakllantiruvchini diametri 4 bo'lganligi sababli keyingi bone profile frezdan ham foydalanishimiz kerak bo'ladi. Ya'niki bunda 5 diametrda kengaytirish. Suyakni 5 diametrda kengaytirdik. Ko'rishingiz mumkin implant platformasi atrofidagi suyak holatini. 4 diametrdagi milk shakllantiruvchini o'rnatdim. Uni atrof sohasida milk yumshoq to'qima shakllanishi uchun joy shakllandi. Ushbu sohada milk shakllantiruvchi tomonidan suyakka bosim berilayotgani yo'q. Bu esa dezintegratsiya holatini oldini oladi. Agarda ushbu sohada suyakda yetarli darajada biz ishlov bermasak, o'sha sohada suyakka milk shakllantiruvchi bosim beradi. Bir muncha vaqt davomida bartaraf etilmasa, o'sha sohadagi kollaps natijasida implant atrof to'qimalarida ishimi yuzaga keladi. Bu esa implantni dezintegratsiyasiga yoki uni tushib qolishiga olib keladi. Agar ushbu sohaga biz multiunit abatmentlarni o'rnatmoqchi bo'lsak yoki ushbu o'rnatilgan implantimiz malyar tishlar sohasida bo'lsa, uni
kengaytirishni tavsiya beraman 6 diametrda. 6 yoki 7 diametrda kenglikda kengaytirmoqchi bo'lgan taqdirimizda ham diqqat qiling, frezlash tartibi ketma-ket bo'lishi kerak. Dastlab 4 diametrdagi bone profile frezdan, keyin 5 diametrda, keyin 6 diametrdagi bone profile frezdan foydalanishni tavsiya etaman. Chunki frezlash jarayonida gohida kartka sugramiz qattiq bo'ladi. Buning natijasida frezamiz yo'nalishi xato ketishi, gohida maxsus frezni o'zini ham frezlashi mumkin bo'ladi. Albatta biz ishlash jarayonida sovutish sistemasini ishlatishimiz kerak. Biz hozirda maxsus suyak blokchalarda amaliyotni olib borayotganimiz uchun sovutish sistemasidan foydalanganimiz yo'q. Bu sohaga 4 diametrdagi pomerovatelda o'rnatgan sohamizda uni atrofida hosil bo'lgan yumshoq to'qimash uchun joyini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Bu holat implantlar chuqurroq o'rnatilganda yanada kerak bo'ladi. Gohida implantlar chuqur o'rnatiladi, ularga qo'yilgan pomerovatellar ularga yanada kuchliroq bosim berish mumkin bo'ladi. Ushbu jarayon implantatsiya amaliyotida muhim ahamiyat kasb etib, ushbu etaplarda amaliyot qilmasdan o'tish keyinchalik ortopediya bosqichida bemordan qolib qolayotgan jarayoningizda bemorga transferda noto'g'ri o'rnashishi, transferlarda implantga to'liq o'tirmasligi yoki implantatsiya amaliyotida oxirgi bosqich bo'lmish protezlash bosqichida esa koronkalarni yetarli darajada o'z joyiga o'tirmasligi. Bunda implant bo'yin qismi atrofida qolgan suyak implantlarni koronka qismini qoplamalarni o'z joyiga o'tirishiga xalaqit beradi. Ushbu vaziyatlarda vrach hamda texnik o'rtasida gohida tushunmovchiliklar yuzaga keladi. Ushbu jarayonlarni oldini olish uchun implantning bo'yin qismi atrof qismida yetarli darajada profilni hosil qilish talab etiladi. Bugun sizga bermoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Xayr, salomat bo'ling. Ko'rishguncha.